O'zingiz quyonlaringizni o'zingizga chiqarishingiz, mani qo'ymayman, bunga aralashtirmayman. Zoti nima bu quyonni? Bu frantsuzskiy baran. Xo'p. Bu 4 oylik bo'ldi endi. Aha. Uni sotib olganmisan yo o'zing ko'paytiryapsan? Yo, bu bitta ona quyonim bolasi bu. Onasi bormi shu yerda? Onasi bor. Onasi yaqinda mana tug'di. Bular ham 45 kunlik bo'ldi bolalari уже. Xo'p. Значит, qora quyonni sinalari. Onasi shu. Onasi shu. Xo'p, eng katta quyoning necha kilolik? 5 kilo 800 bo'lib turibdi hozir mana shu. Aha. Eng kattasi hozir Yeah. mana shu quyonlaringning ichida 5 kilo 800. Shuna bo'lib turibdi. Xo'p. Bu yerda pastda paltama bor. Aha. Bu endi 5 oylik bo'ldi. Vesi 4 kilo 200 chiqdi. Xo'p, senga bitta savol. Quyonni boqib, mana shu ko'paytirgandan daromad, misol uchun oyiga qancha topasan? Oygami? Kami ko'pi? Bilmadim. Yaxshi daromad tushadimi? Yaxshi endi. O'zingni tengdoshlaringga maslahat berasan? Beraman. Bu endi biznes qilish Xo'p, kerak. mana shu quyonni bolasi bittasi necha pul? Sotadigan Hozir bo'lsang. sotadigan bo'lsam 150 desam bir 90 ming 100 minglik sotaman. Bittasi, lekin Bittasini. zotdor. Lekin zotdor. Zotdor quyonni 150 ming desang, 90 ming 100 minglar atrofida sotasan, to'g'ri? Lekin gap yo'q. Quyonlar Bularni endi o'zim uchun boqqanim uchun endi olib qo'ydim. Bularni ham bolalarni endi xudo xolisi kuzliga chiqaraman. Xo'p, oxirgi savol. Nechta quyondan boshlading? Keyin nechtaga yetkazding? Boshida 4 ta ona quyon, bitta erkak quyon oldim. Xo'p. Frantsuzskiy baran. O'shalardan endi 70 ta 80 ta bo'ldi. 70 ta 80 ta bo'ldi. Necha oyda? 5-6 oyda shunaqa bo'lib qoldi. 5-6 oyda shunaqa bo'lib qoldi. Xullas, zotdor quyonlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bundan ham zo'rlari hali oldinda.